Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi. Yaxshimi? Orollar o'tib ketdimi? Yaxshi. Nerviz anchagina ezilib qoldi-yu, o'sha pachoq chiqib. Qanaqa diskingiz ham sizga ko'rsatdim-ku, diskingiz cho'kkan. Maksimalni o'lgan to'qimalar hammasini olib tashladim. Ichida qolgan sog' qismi bor, baribir. Sog' qismini saqlash uchun bir oydan keyin gimnastikasiga tashlab beramiz. O'sha gimnastika bilan muntazam har kuni shug'ullanish kerak. Maqsad ichidagi qolgan sog' qismini saqlash kerak. Bo'lmasa qolgan sog' qismi ham qachondir o'lmaydi, chiqib kelmaydi deb sizga hech kim garantiya bera olmaydi. Bir oy rejim tushuntirishlar, nima qilish kerakligini. Bir oy tushuntirganda rejim saqlaysiz. 12 kundan keyin chokini olib tashlash kerak. O'zlaringiz oldirib tashlasangiz ham to'g'ri, qiyin emas. Bir oydan keyin eslatasiz gimnastikaga tashlab beraman. Gimnastikani asta-sekin boshlaysiz. Gimnastika boshlaganda hammasi yaxshi bo'lsa, tezda qilsa davom etaverasiz. Faqat 3 oygacha og'ir narsa ko'tarish mumkin emas. Keyinchalik ham biror narsa olmoqchi bo'lsangiz ham bunaqa cho'kkalab o'tirib olishni odat qilib oling. Egilib emas, mana tik turganda egilib narsa olish, egilib ko'tarish u pazonlashimiz shunday bo'lsin. Iloji bo'lsa cho'kkalamas, yuz yuvganda, tish yuvganda sal egilishingiz muammo emas, lekin tik turganda dakansa egilish u o'tkazib shunday bo'lsin. To'g'rimi? O'tkazib polnis o'tirib qolmaslik uchun gimnastika bilan muntazam shug'ullanish kerak. Bir oydan keyin, to'g'ri. Oyoqlarda o'shlar yo'qmi? Yo'q. Muolajalar o'tib ketdimi? Yo'q, og'riq yo'q.